Assalomu alaykum. Bu Kia O'zbekistonning Qizil chiroq rubrikasi. Bugun biz Kia Kibraydamiz. Shartlar o'sha bo'lmasam biz boshladik. Shartlarni yana bir marta eslatib o'taman. Akalar, biz zo'zozlik o'ynaymiz. Agar sizlar yutsanglar, bizda yana bitta super o'yinimiz bo'ladi. Agar o'sha super o'yinimizda ham yutadigan bo'lsanglar, Kia o'z sizlarga shunaqa super sovg'ani taqdim qiladi. Agar yutqizib qo'yadigan bo'lsanglar, 10 sekund san'atda muzikasiga o'ynayverishinglar to'g'ri keladi. Rulida bo'lsangiz hal kushish, Kia san'at qulay va chiroyli. Odam tanlamas hammaga loyiq. Motor baquvvatinga bo'ldim qoyil. Optika yo'llarim juda yorqinlar. Rostlanamiz bekan Kia san'at. Assalomu alaykum. Aka, Kia O'zbekistondan edi. Qizil chiroq rubrikasi o'tiri. Charchamaysiz, ishlar zotimi? Aka, syomka ketayotir hozir. Ay, yo'dmas zo'zozlik o'ynaymiz, Ay, yutsangiz sovg'a beramiz. Rozimisiz? Keling. Zon ziki. Zon ziki. Okey. Charchamang, o'zingiz ehtiyot qiling. Sog' bo'ling. Assalomu alaykum. Kia O'zbekistondan edi. Qizil chiroq rubrikasini qilyapti. Agar yo'dmasangiz, o'yin taklif qilyapti sizga. Zo'zozlik o'ynaymiz, Agar yutsangiz sovg'a beramiz. Bo'ldi, oq yo'l o'zingiz ehtiyot qiling. Bunda bitta. Okey, assalomu alaykum. Kia O'zbekistondan edi. Qizil chiroq rubrikasini o'ynayapti. Agar yo'dmasangiz, zo'zozlik o'ynaymiz, Agar yutsangiz sovg'a beramiz. O'ynab ko'rasizmi? Zon ziki. Zon ziki. Zon ziki. Aka, bir chetroq to'xtingda. Aka, tabriklaymiz, yutdingiz. Mana bu sovg'a zon ziki uchun. Agar yo'dmasangiz, bizning super o'yinimiz ham bor. Agar shu super o'yinda yutsangiz, super sovg'amizni olasiz. Agar yutqizib qo'ysangiz, 5 sekund, 10 sekund Kia'ning muzikasiga o'ynaverishingizga to'g'ri keladi. Kayfiyat uchun. Ayyodami, bitta o'ynab ko'ring, oson savollar beramiz. 3 ta. Bunaqa qiyin savol yo'q. Odam ham borishga. Odamingiz bor, aka. Oq yo'l. Yo'lingiz bexatar bo'lsa, charchamanglar. Biz davom etamiz. Assalomu alaykum do'da. Do'da, Kia O'zbekistondan edi. Kia O'zbekistondan edi. O'yin o'ynayotdi. Voy, men tilim nima aylamayapti. Do'da, xullas, xohlasiz o'yin o'ynaymiz, zo'zoziki. Yutsangiz sovg'a beramiz. Bo'ldi. Bo'ldi, oq yo'l. Hop bo'lar. Men tilim nima yomon qilib tashladim. Tilim aylanmay qoldi-yu meni. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz do'da, charchamaysizmi? Do'da, Kia O'zbekistondan edi. O'yin o'ynayotdi. Agar xohlasangiz, zo'zozlik o'ynaymiz, yutsangiz sovg'a beramiz. Rozimisiz? Biroz zo'zozlik o'ynaymiz. Sherigingiz, o'g'lingiz bilan o'ynayverarlarmi? Yutsalar sovg'a beramiz. Bo'ldi, oq yo'l. Agar yo'q demasangiz, zo'zozlik o'ynaymiz, yutsangiz sovg'a beramiz. Zo'zozlik o'ynaymiz, yutsangiz sovg'a beramiz. Kia O'zbekistonda. Zo'zozlik o'ynaymiz, o'yin. Prosta day. Mayli, oq yo'l. Zo'zozlik o'ynaymiz, yutsangiz sovg'a beramiz. Bo'ldi, sog' bo'ling. Agar yo'q demasangiz, bitta zo'zozlik o'ynaymiz, yutsangiz sovg'ali bo'lib qolasiz. Bo'ldi, joningiz sog' bo'lsin. Hamma kaprizni bo'lib ketyaptimi deyman kundan kunga. O'tgan safargi sonimizda ham 10 so'm o'tdi. Tez-tez o'ynayapti. Hozir bilmaymiz, bir yarim soatdan beri yuribman, hali hech kim. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Charchamaysizmi? Kia O'zbekistondan edi. O'yin o'ynayotdi. Agar yo'q demasangiz, bitta zo'zozlik o'ynaymiz, yutsangiz sovg'ali bo'lib qolasiz. Rozimisiz? Keling. Zon ziki. Zon ziki. Zon ziki. Okey, oq yo'l, o'zingiz ehtiyot qiling. Aka, sal oldinroq haydab olasizmi? Assalomu alaykum do'da. Charchamayapsiz, ishlar zotim. Kia O'zbekistondan edi, o'yin o'ynayotdi. Agar yo'q demasangiz, bitta zo'zozlik o'ynaymiz, yutsangiz sovg'ali bo'lib qolasiz. Bitta sinab ko'ring omadingizni. Charcha. Sog' bo'ling, oq yo'l sizga. Bo'ldi, sog' bo'ling. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Charchamaysizmi? Aka, Kia O'zbekistondan edi. O'yin o'ynayotdi, Qizil chiroq rubrikasi. Hozir bitta zo'zozlik o'ynaymiz, Agar yutsangiz sovg'ali bo'lib qolasiz. Rozimisiz? Bitta omadingizni sinab ko'ring, keling. Tushunyaptimi? Zon ziki. Aka, oq yo'l, charchamang. Nima? Hamma yutqizib qo'yapti. Opa degan. Mana.
Assalomu alaykum. Kiyev O'zbekistondan edik. Agar yo'lda mana shu bitta zo'zozlik o'ynaymiz, yutsangiz sovg'ali bo'lib qolasiz. Charchamaymiz, ehtiyot qiling. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Charchamaysiz? Aka, Kiyev O'zbekistondan edik. Zo'zozlik o'ynaymiz, xohlasangiz. Yutsangiz sovg'ali bo'lib qolasiz. Bitta omadi sinab ko'ring, esdalik uchun. Joningiz sog' bo'lsin. Bilgan qilib ko'ring. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Charchamaysiz? Aka, Kiyev O'zbekistondan edik. O'yin o'ynayotdik. Qizil chiroq rubrikasi. Bitta zo'zozlik o'ynab ko'raylik. Agar omadingizga yutsangiz sovg'ali bo'lib qolasiz. Zo'zozlik o'ynaysiz, yutsangiz sovg'ali bo'lib qolasiz. Yutqisiz yo'lda davom ettiramiz. Voy, bo'ldi. Birgacha. Qaramay faqat. Ziki. Aka, joningiz sog' bo'lsin. Sog' bo'ling. Assalomu alaykum. Aka, Kiyev O'zbekistondan edik. O'yin o'tirdik, Qizil chiroq rubrikasi. Qarang, zo'zozlik o'ynaymiz, Agar yutsangiz sovg'ali bo'lib qolasiz. Yutqisiz davom etaveramiz. Rozimisiz? Tayyormisiz? Tushuntiramiz? Ziki. Va, yutingiz. Sal bir chetroqga to'xting-da. Qaytib ketasiz hozir. Bo'l, qayerga chapga to'xting-da, burilib. Ha, topdingiz, aka. Aka, assalomu alaykum. Charchamaysiz? Aka, mana bu zo'zozlik uchun, yutganingiz uchun sovg'amiz. Endi qarang, bizning super o'yinimiz bor. Agar shu super o'yinimizda yutadigan bo'lsangiz, super sovg'amiz bor. O'ynab ko'rasizmi? Agar qarang, yutqizib qo'yadigan bo'lsangiz, 10 sekund kayfiyat uchun bitta Kiyaning muzikasiga o'ynab berishingiz kerak bo'ladi. Faqat Kiyaning o'ziga. Ehtiyot qiling. Bitta o'ynab ko'ring, oson, unaqa qiyin savol bermaymiz. Oson. Oson savol beramiz, tez javob bersangiz bo'ladi. Tayyormisiz? 3 ta savol bo'ladi. Bo'ldi. Kia brendini, vatanini ayting. 3 ta variant beraman. Voy, akam bittada topdilar lekin karyera sraziga. Ha, birinchi savol ketdi. Ha, ikkinchi savol. O'zbekistonda Kia'ning birinchi rasmiy avtosaloni nechinchi yilda ochilgan? A. 2023, B. 2022, C. 2021. 21. Voy, lekin to'g'ri topdilar. Oxirgi savollari qo'yapti akammi? Kia brendini qaysi modeli O'zbekistonda mahalliylashtirildi? Variantlarni aytaman. Kia K5, A. B. Kia Sportage, C. Kia Sonet. Voy, to'ppa-to'g'ri topdilar. Akam birinchi bo'lib, ikkala o'yinda ham g'olib bo'ldi. Hozir sovg'alarni beramiz. U Kia'ning o'zini super sovg'asi bo'ladi. Joningiz sog' bo'lsin. Ishlaringizga rivoj. Joningiz sog' bo'lsin. Xudo xolasa yaxshilikni ko'rishinglar. Assalomu alaykum. Aka, Kiyev O'zbekistondan edik. O'yin o'ynayotdik, Qizil chiroq rubrikasi. Hozir bitta zo'zozlik o'ynab ko'ramiz, yutsangiz sovg'ali bo'lib qolasiz. Rozimisiz? Bitta omadingizni sinab ko'ring, ketdi. Ziki. Bir chetroq to'xting-da. Assalomu alaykum. Aka, mana bu sovg'a yutganingiz uchun zo'zozlikda. Endi qarang aka. Bizda hozir super o'yin ham bor. Agar yo'q demasangiz, 3 ta savol beramiz, super o'yinda. Yutadigan bo'lsangiz, Kia'ning o'zini super sovg'asini beramiz. Agar yutqizadigan bo'lsangiz, Kia Sonet muzikasiga 10 sekund o'ynab berishga to'g'ri keladi. Ya, kayfiyat uchun. Oson savol beramiz, oson. O'ynab ko'rasizmi? Kia brendini vatanini ayting. A. Yaponiya, B. Xitoy, C. Janubiy Koreya. C. Janubiy Koreya. Gap bo'lishi mumkin emas, to'g'ri topdilar. Xo'p, ikkinchi savolimiz. O'zbekistonda Kia'ning birinchi rasmiy dilerlik markazi qachon, nechinchi yil ochilgan? Hozir men sizga variantlarni sanayman. A. 2023, B. 2022, C. 2021. 21. To'ppa-to'g'ri, 2021da. Xo'p, oxirgi savol aka. Agar yutsangiz sovg'ali bo'lib qolasiz, agar yutqizsangiz aka 10 sekund o'ynab berasiz. Tayyorsiz? Kia brendini qaysi modeli O'zbekiston uchun mahalliylashtirildi? Hozir sizga variantlarni sanayman. A. Sportage, B. Kia Sonet, C. Kia K5. Sonet. To'ppa-to'g'ri topdilar. Uchala savolimizga aka to'g'ri topdingiz. Endi hozir sizga sovg'amizni beramiz. Aka, mana bu super o'yinda ishtirok etib, super o'yinda yutganingiz uchun super sovg'amiz. Xudo xolasa yaxshilikni ko'rishinglar, joningiz sog' bo'lsin. Ikki og'iz fikringizni aytib qo'ysangiz. Shu yaxshi. Kia haqida ma'lumot yeganmisiz? Ha. Qachon almashtirasiz, xudo xolasa? Xudo xohlasa nasib bo'lsa almashtiramiz. Bo'ldi, o'tsangiz qibraydan chiroyli qilib beraman aka. Tanidingizmi o'zimni? Instagramda ko'rganmidingiz? Ko'rdim. Qibraylik bola. Joningiz sog' bo'lsin aka, yaxshilikni ko'rishinglar. Ha. Aka, assalomu alaykum. Kiyev O'zbekistondan edik. O'yin o'ynayotdik.
Qizil chiroq rubrikasi. Agar yo'lda bitta zon ziki o'ynaymiz, yutsi sovg'ali. Zon ziki. Voy, bir chetda to'xtang. Uzr vaqtingizni oldik. Mana zon zikida yutganingiz uchun. Endi qarang, bizada akajon, ismingiz kim edi? Javohir ismi. Javohir aka ismim Jo'lon. Instagramda qibraylik olaman. Aka qarang, hozir sizga bitta super taklif beramiz. Bizani ki O'zbekiston super o'yini bor. Agar yutadigan bo'lsangiz super sovg'aga ega bo'lasiz. O'ynab ko'rasizmi? Faqat tangani ikkita taraf bor. Bu yoq taraf sovg'ali bo'lasiz. Bu yoq taraf agar yutqizib qo'ysangiz 10 sekund o'ynab berishga to'g'ri keladi. Kayfiyati uchun xalqimizga. Rozisiz-a? 3 ta savol beramiz. Qiyin savollar bu yo'q. Oson savollar. Jaydari savol beraman. Unaqa motor, benzin, rasxod unaqa emas. Oddiy savollar. Qani ayting. Birinchi savolimiz, Kia'ni rasmiy dilerlik markazi O'zbekiston Respublikasi nechinchi yil ochilishda davom etyapti? Nechinchi yil ochilgan? Variantlarni sanayman sizga. A 2023, B 2022, C 2021-yil. Qachon nechinchi yil birinchi ochilgan rasmiy dilerlar? 2021 ochilgan. To'ppa to'g'ri. Hop, endi ikkinchi savol. Kia'ni qaysi avtomobili mahalliylashtirilgan? Hozir 3 ta variant aytaman. Mahalliylashtirilgan o'zbek xalqi uchun. A K5, B Kia Sportage, C Kia Sonet. Mahalliylashtirilgan. Kia Sonet bo'ldi. To'ppa to'g'ri, aka, lekin hammasi oldin ishtirok etmaganmiz chiqimizda. Birinchi marta. Hop, 3-kulminatsion oxirgi savolni beramiz. Kia brendini vatani qayer? A Xitoy, B Yaponiya, C Janubiy Koreya. Yaxshilab o'ylab ko'ring. Kia mirovoy brend, o'zingiz bilasiz. Hozir yana sanayman. Xitoy, Yaponiya yoki Janubiy Koreya. Yaponiya bo'lsa kerak. O'ynab berasizmi deyman bitta. Yaponiya bo'lsa kerak. Janubiy Koreya edi aka. Bitta o'ynab beradilar. Qo'shib qo'yamizmi hozir? O'ynayver shartmi? Shart etdi endi, to'g'ri turing bitta. Kia Sonet bu rostakasm stil, ko'rinishi bo'lar juda jiddiy. Rulida bo'lsangiz hal kushish. Kia Sonet qulay va chiroyli, odam tanlamas hammaga loyiq. Motor baquvvat unga bo'ldim qoyil, optika yo'llarim juda yorqinlar. Rostdan o'zbekkan Kia Sonet. Mana o'yinda ishtirok etganingiz uchun bizani sovg'amiz, esdalik uchun. Xudo xolasa yaxshilikni ko'rishinglar. Kiya olish nasib qilsa, xudo xolasa Qibrayga o'tsangiz o'zim qilib beraman, chiroyli qilib. Charchamang. Bitti. Assalomu alaykum. Aka yaxshimisiz? Aka Kiya O'zbekistondan edi. O'yin o'tdik, qizil chiroq degan. Yo'lda mas bitta zo'zozlik o'ynaymiz, yutsangiz sovg'ali bo'lib qolasiz. O'ynab ko'rasizmi bitta? Keling. Zon ziki. Voy, yutdingiz. Bir chetroq to'xtayni beramiz sovg'ani. Aka assalomu alaykum. Bu sovg'amiz sizga zo'zozlikda yutganingiz uchun. Ana endi hozir Kiya O'zbekistonni super o'yini bor. Bir vaqtingiz bo'lsa, bir 2 minut vaqtingizni olamiz. Agar yo'q demasangiz, 3 ta savol beramiz. Uchalasiga to'g'ri javob beradigan bo'lsangiz, super o'yinimizning super sovg'asiga ega bo'lasiz. Agar noto'g'ri javob beradigan bo'lsangiz, 10 sekund kayfiyat uchun bitta o'ynab berishimizga to'g'ri keladi. Oson savol, qiyin emas. Oson. O'ynab ko'rasizmi? O'ynab berishga o'yna olmaymiz lekin topa olmay qolsak. Bitta o'ynab ko'ring, yutib qolishingiz ham mumkin. Ko'pchilik yutyapti lekin sovg'a beramiz. O'ylab ko'ring. O'yna olmaymiz. Bitta o'ynab ko'ring, siz yutasiz. Joningiz sog' bo'lsin, yaxshilikni ko'rishinglar oq yo'l aka. Sog' bo'ling. Bizda shunaqasi ham bo'lib turadi. Bo'lmasa bizda ketdi. Bir minut. Assalomu alaykum. Kiya O'zbekistondan edi. O'yin okay. Never mind. Thank you, bro. Assalomu alaykum. Kiya O'zbekistondan edi, o'yin o'ynayotdik, qizil chiroq degan. Rubrika ketyapti. Agar yo'q demasiz bitta zon-ziki o'ynaymiz, Yutsangiz sovg'a beramiz. Rozimisiz? Zon ziki. Bir chetroq to'xtayda sovg'a beramiz. Aka yaxshimisiz? Charchamaysiz, ishlar zotimi? Aka bu sovg'amiz zon-ziki uchun, zon-zikida yutganingiz uchun. Endi qarang, bizani super o'yinimiz bor. Agar shu super o'yinda yutadigan bo'lsangiz, sizga super sovg'a ham beramiz. Bundan tashqari yana sovg'a bor. Agar yutqizib qo'yadigan bo'lsangiz, vaqt ko'p ketmasa. Yo'q, ko'p ketmaydi. O'ynaysizmi? Agar yutqizib qo'ysangiz, 5 sekund Kia Sonet muzikasiga o'ynab berish kerak bo'ladi. Dile nasrayni. Bo'ladimi? Yo'q, bo'lmaydi. Ayt, bitta o'ynab ko'ring, yutishingiz mumkin. Kiya haydaysiz tem bo'ladi. Qiyin savol bo'lmaydi. Rahmat. Joningiz sog' bo'lsa, xo'p bo'ladi. Sog' bo'ling.
Aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Aka, Kia O'zbekistondan edik. O'yin o'ynayotdik, Qizilchiroq rubrikasi. Yo'q demaysiz, bitta zon ziki o'ynaymiz, yutsangiz sovg'a beramiz. O'ynab ko'rasizmi? Zon ziki. Zon ziki. Zon ziki. Zon ziki. Ha, aka, joningiz sog' bo'lsin. Yutallada o'ylarim, o'g'li. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisizlar? Charchan, aka, Kia O'zbekistondan edik. O'yin o'ynayotdik, Qizilchiroq rubrikasi. Yo'q demaysiz, bitta zon ziki o'ynaysiz, yutsangiz sovg'ali bo'lasiz. Keling, zon ziki. Vay, aka, joningiz sog' bo'lsin. Orman aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz, charchamas aka? Kia O'zbekistondan edik, o'yin o'ynayotdik. Qizilchiroq rubrikasi. Zon ziki o'ynaymiz, yutsangiz sovg'ali bo'lasiz. O'ynab ko'rasizmi bitta? Keling. Zon ziki. Voy, bir chetroqda to'xtang-da o'zingizga qulay joy. Chapga olib. Aka, assalomu alaykum. Zon zikida yutdingiz. Bu sovg'a Kia O'zbekiston nomidan sizga. Ana endi keling, sal bu yoqda turib oling. Aka, qarang. Agar yo'q demasangiz, super o'yinimiz ham bor. Agar super o'yinda yutadigan bo'lsangiz, sizga super sovg'amizni ham beramiz. Rozimisiz? O'ynab ko'rasiz. 3 ta savol beraman. Agar to'g'ri javob topadigan bo'lsangiz, sizga sovg'amizni ham beramiz. Agar noto'g'ri javob bo'ladigan bo'lsa, 10 sekund, 5 sekund o'ynab berishingizga to'g'ri keladi, kayfiyat uchun. Rozisiz, tayyorsiz. Kia brendining vatani qayer? A. Yaponiya, B. Xitoy, C. Janubiy Koreya. Janubiy Koreya. To'ppa-to'g'ri. Xo'p, ikkinchi savolimiz O'zbekistonda Kia'ning birinchi rasmiy avtosaloni nechinchi yilda ochilgan? A. 2023, B. 2022, C. 2021. 2023. Vay, aka, ozgina qoluvdi. Bitta o'ynab berishingiz to'g'ri keladi endi. Tayyormisiz? Ko'rinishi bo'lar juda jiddiy. Rulida bo'lsangiz hal kushish. Kia sanet qulay va chiroyli. Odam tanlamas hammaga loyiq. Super o'yinda ishtirok etganingiz uchun bizdan sizga esdalik aka. Joningiz sog' bo'lsin, yo'lingiz bexatar bo'lsin. Yaxshilikni ko'rishinglar, ha. Bu sondagi Qibray tumanida olingan videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi manzil qayerda bo'lishini izohlarda yozib qoldiring. Kia, movement that inspires.